1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarning ovqatlanish ratsioni. Nonushta, bo'tqa sabzavotlardan tayyorlangan taom 1 yoshdan 3 yoshgacha 130-150 gram, 3 yosh 5 yoshgacha 150 gram, 5 yosh 7 yoshgacha 200 gram. Tuxum, go'sht, pishloq, baliqdan tayyorlangan taom 1 yoshdan 3 yoshgacha 50-60 gram, 3 yoshdan 5 yoshgacha 70 gram va 5 yoshdan 7 yoshgacha 80 gram. Sabzavotlardan tayyorlangan salat 1 yoshdan 3 yoshgacha 20-30 gram, 3-5 yoshda 40 gram, 5-7 yoshda 50 gram. Choy va sut 3 yoshgacha 100-150 gram, 3 yoshdan 5 yoshgacha 180 gram hamda 5 yoshdan 7 yoshgacha 200 gram. Tushlik, salat 1 yoshdan 3 yoshgacha 30-40 gram, 5 yoshgacha 50 gram, 5-7 yoshgacha 60 gram. Go'shtli taom 1 yoshdan 3 yoshgacha 90-130 gram, 3 yoshdan 5 yoshgacha 170 gram, 7 yoshgacha 160 gram. Baliq yoki tovuq go'shtidan tayyorlangan taomlar 3 yoshgacha 50-60 gram, 3 yoshdan 5 yoshgacha 70 gram, 5-7 yoshda esa 80 gram. Garnir 3 yoshgacha 90-100 gram, 3 yoshdan 5 yoshgacha 120 gram, 5 yoshdan 7 yoshgacha 140 gram. Ichimliklar 1 yoshdan 3 yoshgacha 100-150 gram, 3 yoshdan 5 yoshgacha 180 gram, 5 yoshdan 7 yoshgacha 200 gram. Tushdan keyingi yengil ovqat kefir, sut, biolaktlar 1 yoshdan 3 yoshgacha 100-150 gram, 3 yoshdan 5 yoshgacha 200 gram, 7 yoshgacha 200 gram. Bulochka 1 yoshdan 3 yoshgacha 40-60 gram, 3 yoshdan 5 yoshgacha 70 gram, 7 yoshgacha 90 gram. Pishloq, krupa, sabzavotlardan tayyorlangan taom 1 yoshdan 3 yoshgacha 50-60 gram, 5 yoshgacha 70 gram, 5 yoshdan 7 yoshgacha 100 gram. Yangi mevalardan 1 yoshdan 3 yoshgacha 80-100 gram, 3 yoshdan 5 yoshgacha 150 gram, 5 yoshdan 7 yoshgacha 200 gram.